Farg'ona davlat poligonida tekstilga qilyapmiz. Kamonniki bitta qurol haqida bitta obzor o'zingiz aytib bering. Qanaqa optika, qanaqa qurol, necha kalibr? Islomboy seryozni motorlarni pristilkasini qilyapti hozir. Islomboy endi 200 metrda O'shturi parchalayman sentriga yuryapti. Farg'ona davlat poligonida tekstilga qilyapmiz. Optikamiz. Kamonniki bitta qurol haqida bitta obzor o'zingiz aytib bering. Qanaqa optika, qanaqa qurol, necha kalibr? Sako qurol Sako S20 model, спортивный охотничий. Оптический прицел Biorus Eliminator 6-поколенияsi. ДТК штатный. Сошки Harris. Endi bular narxini ham aytib o'ting, hammaga narx qiziq. O'qlar 605 kredmor Hormadi. 143 gramlik. Narxlar optika, qurol o'zi qancha turadi? Keyin aytamiz. Keyin aytamiz. Hamma narx so'raydi kommentariyada baribir. Keyin alohida narxlar bilan obzor qilamiz. Otishda davom etamiz buni. Bu tayyor. Mashina qo'yishdi. Mashina pristilka bo'lsa bor. Bu 10 talik bu. 5 talik ham bu magazin. Zavodga o'zida 5 talik keladi. Men doполнительный magazin sotib oldim. 15 ta ketadimi shu? Ikkita magazinga ham? Ha. Ikkitaga 15 ta ketadi. Ikkita magazin to'la qilib qo'yadi, 5 ta 10 talik borda. Patron Asqarga chiqmadi lekin. Mashina ichida qoldi? Ha. Buni borib ko'ramiz. Mana masofamiz 100 metr joydan tekstilgamizni qilib oldik. Birinchi o'qimiz, ikkinchi o'qimiz, uchinchi o'q, to'rtinchi, beshinchi o'qlar. 5 ta o'qda. Bu kosmosga bu tekshirilgan. Mana Islomboy seryozni motorlarni pristilkasini qilyapti hozir. Sako S20 6,5 kredmor modelli. O'qlar 6,5 kredmor Hornadi. Bu o'qlardan Ostov aytadi. Ketadi o'qda. Mana optika цифровая с баллистическим калькулятором. Biorus Eliminator 6. Endi hozir mashinaga yaqinlashtirsa ko'radimi kim bu? Ko'rinib ko'rsatmasa kerak. Otib bo'lgandan keyin borib ko'ramiz. Shu o'ng tomonda 4 talikda, tepa chap tomonda yotyapsiz. Ha? Ha, o'ng tomon. O'ng tomonda 4 talikda, o'ng tomon tepadagi chap tarafiga. Hali bitta sentrga teganga emas, bu tarafiga. Shoshilmay, shu sel stabilniy ushlaganingizda keyin oting. Kontrolni bo'ladi, uchovsi. Ularni qimillab ketdi-ku. O'shaning uchun hali uvering bo'lmasangiz, stabilniy bo'lmasa bosmasdan boshqa
hozir 100 metrga 2 ta o'q otdim. Endi kuchsizlikni ko'ramiz. Mashinaga qarab yuryapman. Xo'p, mana 100 metrlik masofaga bu mana bundan oldingi perestroykamiz. Mana bundan keyingi hozirgi oxirgi 2 ta o'qim. Deyarli 1 santimetr. Ikkinchi o'qim berindiroq urgan. Masofamiz ana shu joy. Emas. Birinchi marta otib ko'rishim bilan quroldi. Lekin menga yoqdi lekin buni. Adrenalinni zo'r berar ekan lekin. Mana islomiy desa, Maldovda preselka qilib turib, o'zi 100 metrdan g'ishtni chachaman deyapti, ko'ryapmiz-chi. Tak. O'ynasin. To'xtang hozir. Olyapman. Uhu. Yomonidan chachiradi-yu. Islomiyda pastdan otib yurasizmi deyman-a? 2 metrli masofaga yana 2 ta biraverishni, 3 ta. Quyosh ham rosa ko'zga. İkinci 200 metrga ikkinchi proverka. Kuchni skyorju. Proverka yana bitta, tamommi? Uchinchisi. Kelamiz-a? Endi borib 200 metrga ko'ramiz. Qiziqishga mana ishda g'ishtirib mana shuni otib ko'raman hozir o'zim. 200 metrdan qani akamiz mana shu yorib qo'ydilar urishdi. Hozir mana shu g'ishga 200 metrdan o'q otaman, mana shu g'ishni kelib ko'rsataman keyin sizlarga nima bo'lganini. Qarab turasizlar. Islomboy endi hozir 200 metrdan g'ishni urib parchalayman sentrga yurib deyapti. O'ylaychi. To'xtang. Quyoshdan oldi. Oho, quyosh ochib aka. Qanaqa? Ko'zda o'zi ko'ryapti-da. Qanaqa aka? O'sha mishentayli g'ishi olyapman. Hey. Ya teshib o'tib ketdi uni. G'ishni yordingizmi? G'ishni yordi, og'natib oldi-yu. Endi ana g'ish oldirib turib shuni o'ylayman bitta. Og'darilgan holatida urasizmi? Qani? To'xta. Otinchi. Hozir 200 metrga g'ishga o'qib otdim. Bitta ko'ramiz endi. Nima bo'ldi deganlar. G'ishga otgandik. Bitta pastga tosh pachalab turadi. Mana ikkinchi o'q otgandim. Bittani mana shu otdi. Bu o'qlarimiz охотничий o'q, bayvoy o'q emas, shuning uchun bular pachalanmaydi. Lekin mana 100 metr, 200 metrga otilgan mishinimiz mana kuchimiz вообще. Mana shu cho'g'i. 200 metrga o'tgani kaptarda urdi aka 200 metrdan. Kaptarda urdi 200 metrdan. Yo'q qilib tashladi 200 metrdan. Mana shu. Короче, rezultat dahshat. Shu bilan mana poligonda perestroykamiz tugadi. Xudo xolasa endi musobaqalarda ko'rishamiz.